Admin o'rniga mijoz yig'ib beradigan bot yasadik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, botni sinab ko'ramiz. Botning vazifasi admin o'rniga mijozlarni to'plab, ro'yxat tuzib berish bo'ladi. Vazifasi shundan iborat. Undan tashqari, mijozlar beradigan savollarga javob beradi. Biz qanday bir ma'lumot kiritdik, albatta botga istalgan turdagi xizmat turining ma'lumotlarini kiritish mumkin bo'ladi. Masalan, hozir biz kurs haqida ma'lumot kiritdik. Ma'lum bir kurs haqida deb bosilsa, demak ma'lumotlar chiqadi. Kurs haqidagi ma'lumotlar. Dars vaqti desak, demak dushanba, chorshanba, juma kunlari 18:20 da bo'ladi. Haftalik yuklama demak 6 soatni tashkil etadi deyapti. Online, offline borligini aytilyapti bu yerda. O'qituvchilar haqida masalan ma'lumot olmoqchi bo'lsa, shu ko'rinishda, narxlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa, shu ko'rinishda, demak, ro'yxatdan o'tishni bossak bo'ladi va siz ro'yxatdan o'tishni boshlaysiz. Kiritdik mana. ID uchdi, chunki undan oldin men masalan ma'lumot kiritganman, shuni hisobiga 3-ma'lumot sifatida kiryapti. Demak, buni adminni o'zi, ya'ni shu botni boshqarayotgan admin bo'ladi. Bu admin kirib bemalol bu ma'lumotlarni olishi mumkin. Masalan, eksport qilib olish. Demak, bu yerdan ma'lumotni ochib ko'ramiz. Excel ko'rinishida ochiladi ma'lumotlar. Bu ro'yxatni bemalol ko'rishimiz mumkin. 3 ta ID chiqdi mana. Fozil chiqdi, Odilov, telefon raqam chiqdi va sana qaysi kunda ro'yxatdan o'tganligini sanasi kelib chiqadi. Xo'p, demak, bularda barchasi ro'yxat sifatida shakllanadi. Qancha odam ro'yxatdan o'tsa, o'shancha odam demak bu yerda yig'iladi. Shu tarzda bu ma'lumotni siz o'sha qo'ng'iroq orqali bog'lana oladigan adminlaringizga berasiz va 50% ga ularning ishini yengillatasiz. Ya'ni har bitta odamga telefon qilib, uni ma'lumotlarini tushuntirib o'tirguncha, o'sha kirib qiziquvchilar, kurs haqida bo'lsa, kursga qiziquvchilar yoki qanaqadir mahsulot turi bo'lsa, o'sha mahsulot turiga qiziquvchilar bo'lsa, botingizga kirib mahsulot haqida to'liq ma'lumotlar olishi mumkin. Bot oddiy tuyulgan bo'lishi mumkin, ammo sun'iy intellekt integratsiya qilingan bunga. Bu degani, siz ma'lumotlarni to'liq bersangiz, bu sizga istalgan yo'nalishdagi to'liq savolga javob bera oladi. Demak, istalgan yo'nalishdagi xizmat, taklif, kurs bo'lsin, boshqa bo'lsin, istalgan yo'nalishdagi xizmat uchun bu botni sinab ko'rish imkoniyati bor. O'sha xizmatning to'liq ma'lumotlari kiritiladi va knopkalarsiz ham hattoki sun'iy intellektga shunchaki yozasiz va u sizga to'liq o'sha yozgan savolingizga javob bera oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kommentda o'z izohlaringizni qoldiring. Keyingi bot qanaqa bo'lishini xohlashingizni yozing.